Ba'zilar bor, namoz o'qib, namoz o'qimaganlar bilan so'rashgisi kelmaydi. Odam emas deb o'ylaylar. Bu kibr, bu johiliyat bu. Payg'ambar alayhissalatu vassalom namoz o'qiding, jannatga ketding demaganlar. Men juda ko'p rivoyatlarni o'qib hayron qolaman. Jannatga amal kirgizmaydi. Fohisha xotin itni sug'orib jannatga ketyapti. Fohisha. Itni sug'orib qo'ydi. Buxoriyda kelgan hadis. Alloh taolo o'sha kishini ixlosini qabul qilib jannatga dedi. Jannat kimniki? Allohniki. U kirgizib qo'ysa men nima qila olaman, to'g'rimi? Namoz o'qib, benamozdan so'rashgisi kelmaydi. Ro'molsiz ayolni ko'rsa nafratlanadi. Unga ham vaqti kelar. U tavba qilib qolsa yoki u kechasi tavba qilayotgan bo'lsa-chi, ibodati bilan faxrlanmaslik kerak. Ilmi bilan faxrlanmaslik kerak. Alloh qabul qilsa u yaxshi bo'ladi.